opayni klinikasiga kelgandim tashviga. Murod Baxtlarning klinikalariga keldim, lecheniya oldim. Ketadigan paytim opamda katta mashkaratinani berib yubordilar. Nimadan davolanmadingiz? Revmatoidni poliartritdan. Rasm uyqusizlik, anemiya bor edi menda. Ki ich qotishi degan narsalar bor. Ham unda ozg'inadim. Semirishni xohladim. Semira olmasdim. Keyin opa shuni berib yubordilar uyga. Olib borganda 1-2 kun ich dedilar. Hay dedim, obar o'zbekchilik. Olib bordimda tribunalga qo'yib qo'ydim. Qo'yib qo'ygandan keyin bu yoqqa o'taman, bir kun qaradim, bu yoqqa o'taman, ikkinchi kun qaradim. Keyin to'xta, shuni bekorga bermagandir deb kechqurun yotishdan oldin bir qoshiqcha ichdim. Men umuman yaqin o'rtadachi yaxshi uxlolganimni eslolmasdim-da o'sha paytda. Buni ichganimdan keyin miriqib uxladim o'sha kuni. Ertalab tursam, biram yaxshi turdim. Faqat xafa bo'lardimki, nimaga kechqurun hamma uxlaydi, ertalab svejiy bo'lib turadi kallasi deb. Meniki kallam og'ir bo'lib turardi-da, ertalab qiynalib boshim og'rib turardim. Keyin dod deb yig'lardim. Dadasi nimaga hammasi uxlaydi odam? Men ham uxlayman, lekin miyam dam olmaydi deb. Keyin buni ichgandan keyin mazza qilib uxladim o'sha kuni. Zo'r narsa ekan dedim-da, ertasi kuni yana ichdim. Qarasam sekin-sekin o'sha kasal odamga sirasi bilinar ekan qizlar. Qanday bilinar ekan? Men постоянно umrim meni hamma biladi, Jizzax ahli ko'pi biladi. Постоянно umrim больница, kasalxona, tashmi, больницада o'tgan insonman-da. Buni yashirishga hojati yo'q. Ovqatdan uncha yemay qo'ygan edim. Keyin kechga tomon yana ichdim. Qarasam ovqatlarni shunaqa yebman, yaxshi yedim. Boshim aylanardi, anemichniy bo'lib boshim ham aylanmay qo'ydi. Kimda tribunalda turardi, katta karachina xo'jayini bunday qaraladi. Dedilar, to'xtadilar, shundan ichib shunday bo'laysanmi dedilar. Ha dedim. Keyin xo'jayinim ham ichib boshladilar. Keyin bilasan, oynani altida, tribunalda soqollarini olayotganlar, bir erkakchilik kesib oladi. Shunday kesib oldilar. Tribunalda karachina bor, shunday oldilar, bunday qilib qo'ydilar. Siraz qon to'xtadi-da. Keyinsiga bilasizlar, nima aytishdi deb kuldilar. Atrofimda doktorlar, menga qaragan doktorlar, hamshiralar, hammasi hayron bo'lyapti. Marhaba opa, qanday bunday o'zgaryapsiz siz? Nimadan kuch olyapsiz deb mana hali aytishadi. To'xtab turinglar, keyin aytaman dedim.